Onamdan qolgan tosh oyna qani? Bilmasam. Qizim yaxshimisan? Qizim yaxshimisan, bormisan? Yana keldimi? Kelib yaxshi qilsizlar, kiringlar. Assalomu alaykum, so'p sizning qaynatam ko'rishmaganimizga 3 kun bo'pti. Ketaylikmi? Mayli. Hazır. Kiringizda. Mehmonxonamizga xush kelibsiz. Kiring. Qaynana. Bugun nima ovqat yeymiz? Bugun mastava yeymiz. Mastava laqabli makaron yeymiz. Dadam makaron yemaydi-ku. Shuning uchun makaron yeymiz bugun. Ha? Dada, men Britvam ishlatdingizmi? Ha? Soqolingiz turibdi-ku. Kantovkamni oldim. Nimaga edi? Ya o'zim tashavermoqchi edim buni. Nimaga? Mening soqolim yo'q-ku. Bu yoqda dadam bor. Dushga kiraman agar. Do'shga onam kiruvdilar. Qayoqqa? Qo'shnining tuvaletiga kirib chiqay. Kirgizsa agar. Mana ko'rpa. Nimaga? Siz dadam bilan uxlaysiz, men onam bilan uxlayman. Kuyov, 10 kundan beri uxlamaganga o'xshaysiz. Kuyov! Qara uka, hozir biz chiqamiz. Mana pul. Qorni katta qilib yasaysan-da, yuziga aniq qilib otasan. Tushunding-a? Do'ppili odamga tiysin. Tushunding-a? Ma, al. Kuyov? Hop. Bu ko'p bo'yi uyda o'tiribsiz, ishlaganingizni ko'rganim yo'q. Men Yevropada mavsumiy ishlab kelaman. Yaqinda Germaniyadan keldim. Endi mart oyida Prime Visa orqali Bolgariyaga ketmoqchiman. Bolgariyada nima ish qilasiz? Mehmonxona servisi. Ayollarga ham, erkaklarga ham ish bor. $700 dan $1000 pul topsangiz bo'ladi. Ovqat, yotoq joyda ishxona hisobidan beradi. Topgan pulingiz o'zingizga qoladi. Ruxsa, cho'llar ham borsa bo'ladi? Nima bo'ldi, doktor? Yo'q, qora tushga otibsizlar. Ichiga tosh solib nima bor? Chag'i sinib ketgan, birov davolatasizlar endi. Bolaga ish buyur, orqasidan o'zing yugur. Qo'shni, o'g'limni ko'rmadingizmi? Ko'rmadim. Let's go, la la la. Bitch, I'm a